Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barliq qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barkat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 56 cho'ng gunoh erlarning jipak kiyim kiyishi va oltin taqishi. A'udzu billahi minashaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: kimki dunyoda jipak kiyim kiysa, oxiratda kiyolmaydi. Birlikkaga hadis. Bu hukm askarlarga va boshqa barliq erlarga ommabopdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: jipak kiyim kiyish va oltin taqash ummatimning erlariga harom qilingandir. Imom Tirmiziy va Nasoiy rivoyat qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Shuningga erlar qarindoshlar jipak kiyimlarni mayli ko'ylak mayka olsun, mayli ishton paypoq olsun, jipak kiyimlarni erlar kiysa bo'lmaydi. Bu harom qilingan ish. Agar uni kiyversa, qiyomat kuni ana ashnaga jipakka o'xshash isil kiyimlarni kiyolmaydi. Shuningga bu harom bo'lgan ishlardan o'zimizni neri tutishimiz kerak. Huzayfa ibn Yamani raziyallohu anhu bunday dedi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni oltin va kumush qochida suv ichishdan, tomoq yeyishdan, jipak kiyim kiyishdan va uning ustiga o'ltirishdan cheklagan. Uning ustiga o'ltirishdan, hatto jipak kiyimning ustiga o'ltirishdan cheklagan ekan. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Imom Nasoiy, Imom Tirmiziy qatorliq olim ulamolar rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga cheklangan narsalarni, harom qilingan narsalarni o'zimizni jiroq tutishimiz, shariatda buyurilgan ishlarni qilishimiz kerak. Kimki jipak kiyimni erlarga halol sanasa kofir bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faqat qichqoq, qo'to va boshqa kasallarga o'xshash o'zrisi bor kishilarga, shundaqla jangchilarga dushman bilan urush qilgan chog'da jipak kiyim kiyishga ehtiyoj yuzasidan ruxsat bergan. Barliq musulmonlarning ijmosiga, fikr birligiga ko'ra, erlarning jipak kiyimni yasinish uchun kiyishi qat'iy harom. Kiyimning ko'p qismi jipakdan tarkib topgan bo'lsa-mu haromdir. Shuningdek, erlarning uzuk va zanjirga o'xshash oltin bo'yimlarni taqishi, egarga va qilichning dastasiga oltin ishiltishi va bu narsalarni erlar uchun yasab berishi haromdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishining qo'lida oltin uzuk ko'rib, uni chiqarib tashlagan va mundoq degan: sizlarning biringlar o'tning cho'g'ini ilib qo'liga qo'yishga intildi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Erlarning kiyim-kechaklarini oltin va jip bilan kashtilashmi harom. Olimlar kichik o'g'il bolaning jipak kiyim kiyishi va oltin taqishining durust yoki durust emasligida ixtilof qilishdi. Ba'zilar durust bo'ladi deb qarasa, yana ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jipak va oltin haqidagi bu ikkisi, ya'ni jipak va oltin ummatimning erlariga harom, ayollarga haloldir degan hadisini dalil qilib, bu hadisning ommabop hadis ekanligi, shunga o kichik o'g'il bolani o'ziga oladi degan yakun bilan durust bo'lmaydi deb qaragan. Bu Imom Ahmad va boshqalarning qarishidir. Imom Abu Dovud, Nasoiy va Imom Ahmad rivoyat qilgan Albani sahih degan sahih hadis. Shuningga qarindoshlar, erlarimiz jipak kiyimlarni kiyishdan cheklangan, u harom bo'ladi. Ayollarga halol bo'ladi. Erlar oltindan yasalgan mayli uzuk olsun, zanjir olsun yoki pichoq dastasiga oltindan gulchak olsun yoki qamcha ya boshqa ziynat buyumlarimizga erlar ishlatadigan oltin ishlatilsa, bu harom bo'ladi.
Buni erlar ishlatishga bo'lmaydi. Ayollarga halol, ayollar qo'llansa bo'ladi. Shuningga harom qilingan narsalardan o'zimizni jiroq tutaylik. Allohning buyrug'ini qilib cheklagandan ner turaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga amal qilib hayotimizni shariatning ahkomlari bilan o'tkazishga nisb qilsin Alloh taolo. Alloh taolo darsimizni barliq qarindoshlarimizga nafrat qilib bersin.